aleyküm, hurmatli kuzatuvchilar. Ana qoramolimizni muzey qilishga kelgan edik. Muzey apparatimiz haqida qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bu apparatimiz asosan erta bo'g'ozlikni aniqlashda ishlatiladi. Keyin 40 kundan keyin embrionlarni jasad beradi. Bu qo'y, qoramol, ot, tuya hamma yon turiga ishlayveradi. Manzilimiz Buxoro viloyati G'ijduvon tumani. Lekin xizmatimiz Buxoro viloyati bo'ylab qilamiz. Nomerlarimiz 94lik 006 98 88. Hozir mana bu qoramolimizni uzatib ko'ramiz. Natijasini qisqa video qilib videoni kuzatishda davom etsangiz oxirigacha qo'yib beramiz. Aziz kuzatuvchilar, mana qo'ylarimizni uzay qilishga kelgandik. Asosan qo'ylar 40 kunlikdan o'tgandan keyin uzay qilinadi. Apparatimiz 40 kunlikdan o'tgandan keyin uzay qiladi. O'zi uzay jarayonini ko'rsatamiz. Maxsus geli bor. Mana geldan solinadi. Buni asosan 2 ta 3 tagacha ichiga borligini ko'rsatadi. Mana bu kuzatuvchilar ko'rishlaringiz mumkin. Mana qovurg'alar ko'rinyapti. Bitta qo'zi bor ekan buning ichida. 2 oylik bu qo'y. Agar kimda kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Buxoro viloyati bo'ylab xizmatlarimiz bor. Telefon nomerimiz 94lik 006 98 88. Bu 90 harakati. 3 oylik bu qo'y.